Bismillahirrohmanirrohim. Navbatda ishimizda saflaylik отоплениyalarimizni berdik. Sistemalarimiz ключевой sistema bo'ldi. Har bir radiatorga отдельно подача обратga borildi. Qaysi xona kerak bo'lsa, kollektordan ligirovka qilaveradi. Har bir xonanikiga отдельно har bitta точканiki отдельно. Kerakligini qo'lni ochmadi, keraksizini qisqartirib qo'yadi. Teva bu uyimiz paltarashgan, teva past bir xil bo'ldi. Pastiki ham xuddi shunaqa sistemalar bo'ldi. Podacha obratkalarimiz uyda orqasida joy bor ekan, kotol qo'ygani mestosi bor ekan, orqaga o'tkazib qo'yildi. Bu yerimiz topli polda joyini tayyorlash jarayoni topli pol bo'ldi. Podachamiz podvol tagi bilan kelib orqalik. Mana topli polimiz ham bog'lasa turibdi. Bog'liq qilib qo'ydik. Bu yer kuxnya. Tashqari kanalizatsiyalarni ham tortib berdik. Kuzatib podashkada bo'laverasizlar.